Olyapsizmi? Yo, hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Yangi videoga xush kelibsizlar. Bugun ko'rib turganingizdek, zaldan video olyapmiz. Elbe bilanmiz. Elbeni ko'rsatib qo'ying, bering. Elbe. Assalomu alaykum hammaga. Nima deyman endi? Shu Abror bilan birga zalga chiqib turamiz, birgalikda. Jim bromiz, ikkalamiz bir-birimizga. Shu Video olyapmiz. hozir video olyapmiz. Xullas, Elbe bilan video olyapmiz. Nima haqida gapirishni ham bilmayman, qisqa video qilishga harakat qilamiz. Kanalda yana aktivroq qilib, jimdan yoki mana shunaqa zaldan video olib, sport haqida video olishni ham mayda davom ettirmoqchimiz. Oldin ham ozgina olganman kanalda. Hozir yana qishda qanaqadir yaxshiroq shug'ullanishga mayda maqsad qo'yganimiz uchun shu 2 oy, menimcha dekabr, yanvar oylarida yaxshi progress qilish niyatimiz bor. Shuning uchun ko'proq video olishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bu narsaga qiziqish bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yinglar yoki ko'proq like bosinglar, o'rtoqlarga jo'natinglar. Xullas, yordam beringlar kanalda yana aktivini qaytarish uchun. Agar unchalik odamga qiziq bo'lmaydigan bo'lsa, bu narsani to'xtatib qo'yishimiz mumkin. Balki вообще-то yo'q, olaveramiz, chunki o'zimga yoqadi bu narsa. Hozircha mikrofon yo'q, telefonda yozyapmiz ovozini. Agar mayda keyinchalik o'ylab ko'rishimiz mumkin video, ya'ni mikrofonda sotib olishdi va xullas video sifatlarini yaxshilashdi. Bugun qanaqa ishladik, shu haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bugun asosan leg day bo'ldi. Leg dayga hozir borib hamma ishlaydigan mayda mashinalarimizni ko'rsatib o'tirishim shart emas. Zalga chiqadiganlar bo'lsa, men nomini aytib o'taman. Leg extension, leg curl, keyin leg press, leg machine deb qo'yishadi ba'zida. Shularni ishladik. O'zi bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri, men leg bilan backni bir kunda qilaman. Backga 2 ta mashq qildim xolos, to'g'risi. Bittasi lat mashinda, ikkinchisi low rowda, handle gripda, ya'ni 3 burchak bo'ladi, o'shunda ishladik. Bundan tashqari press qo'shaman. Menimcha pressni oyoq kuniga qo'shish ozgina ne variant deydi-ku, ya'ni unchalik tavsiya etilmaydi, chunki pressga ishlayotganda oyoqga ishlaganinglarning hisobiga pressni to'liq his qila olmay qolasizlar, chunki oyoq birinchi tashaveradi, ya'ni oyoq birinchi kuchi qolmagandan pressni oxirigacha yetkiza olmay qolishinglar mumkin. Shuning uchun ko'ringlar, men misol bu yoqda no tarafini bittasi, ya'ni O'zbekistonda bo'lsanglar, menimcha ko'p zallarda fitness coachlar bor, trenerlar bor. Bu yoqda ham bor, lekin narxlari ozgina qimmat. Bitta sessioni masalan 1 soat, 1,5 soat bo'lsa, $15-20 atrofida biz chiqadigan zalda, Fit Fabric deb nomlanadi, biz chiqadigan zal. Lodz shahrida filiallari ko'p. Bilmadim, boshqa Varshava yoki boshqa Polshaning shaharlarida qanchalik nima deydi, mashhur bu fitness yoki yo'q, unisidan xabarim yo'q. Keyin subscription mabodo kimlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, biz 110 zlot atrofida to'laymiz. Bu qancha bo'ladi? Bu $30 atrofida bo'ladi bir oyda. Bu qimmatmi yo arzonmi O'zbekistonga solishtirganda buni ham yozib qoldiringlar. Ya bizniki arzonroq. Nima deganda sizlar 12 oylik kontrakt tuzishinglar kerak bo'ladi. Bitta tuzganda shu uchun arzon. Agar sizlar 3 oylik kontrakt tuzsanglar, $50 dan qimmat bo'lib ketadi oyiga. Shunaqa. Xullas, qisqacha va londa video qiziq bo'ladigan bo'lsa, let me know in the comment section. See you in the next vlogs. Take care.